Hormaylar. Qashqadaryoga yuk ortilyapti, xudo xolasa bugun. Sizlar nechi bugun? 10 mi? Sizlar. Ha? Kimda telefon bor? Atrofdagi telefon bormi? Tushirmayman deydim, ishlayman. Telefon yo'qmi, ko'rsating-da. Sanami? Blokni bunishni ochib ursa bo'ladi. Buni. Qani, qayerdan topdingiz? 10-aprel tepay turibdi. 10-aprel soat 5:28. Xudo xolasa kechqurun 1da Qashqadaryoga chiqib ketaman. Mana. Buyog'imizlar altalangan. Buyog'im shuni bilammi? Ha? Nima dedilar? Shuni. Tuproq aralashtirgansan dedi-ku. Tuproq aralashtirgansan dedi-ku. Mana akalar qaranglar, tagida qolib ketyapti. Tagi bilan olinmayapti. Mana yangitda mana nima uchun nariga ortilmadi, nima uchun mana bu ortilmadi desak, mana hozir mana yuk boradi. Bu yuk borgandan keyin birdaniga ertani o'ziga namuna olib jo'natadi. Namuna olib jo'natadi. Jo'natgandan keyin shu ma'lum bo'ladi boyaki buni Termizda muammolar bo'lyapti-ku, bilasizlar, Jarqonda muammolar bo'lyapti. O'sha Jarqondagi muammolarni hal qilish uchun ko'pchilik so'raydi-da, chuvalchang. Necha pul olgansiz kvadratini chuvalchangda? Hojaka? Necha puldami? Ha. Baland gapiring. 3 million. Ha? Qatlam bor ekan-ku. Qani chuvalchangimiz? Hech kun suv bermagansiz bunga? Hech kun. Pastga talab ketdi-ku. Mana tuxum deymiz-ku. Chuvalchang tuxumi qanday bo'ladi deydi. Mana tuxum. Tuxum. Chindan pastga talab necha santimetr bergansiz bunga? 20 berilgan. Qani lapatka bilan odang qani, lapatkangiz ham qulfan sizda. Ya mana shu yedim ko'rsatamiz aka. Bu yerda tagida ekanda. O'zimmi 2 kundan beri issiqqa suv bermagandan keyin. Chuvalchanglar shunday maza qilyapti. Yirik bo'lib, svej poriga yirik bo'lib qaranglar. Maza qilyapti. Bo'yla akalar, bo'yla olmay uxlashim kerak bu. Chuvalchang. Shunday gaplarda. Xudo xolasa Qashqadaryoga ketaman, nasib bo'lsa. Soat 1da qo'yib qaranglar. Haqqa ishlaydigan bachchamiz-da, shortik maykada, shortikda, futbolkada yurib ishlaydigan. Ananga suv berganingiz yo'qmi? Ananga suv berganingiz yo'qmi? Yo'q. Ana uni sutdanmi? Ochib sepdingizmi? Ha? Qachon sepdingiz? Kechidan oldin-ku? Bitta ochingiz qanday? Rangini qarang, o'z holatidan. O'zi mana shunday yukni tayyorlagandan keyin, misol uchun nami qochmasligi uchun nima qilinadi? Suv berib turiladi. Mana shu elangan bo'lsa, oldin ham aytganmiz, kilonka yopasiz, kilonka ochib suv sepib turasiz deyilgan, misol uchun saqlaydiganlarga. O'sha saqlash mana shunday qilib saqlanadi o'zi aslida. Lekin biz olib borgan joyga ham aytilgan, kilonka yoping, ustiga agar bermasangiz suv sepib turing deb ko'rib qopti-ku. Qora salafon yopish kerak aka bunga. Olib keling qani, ozgina. Qovushlab olib keling. Ko'rib qopti aka. Olib keling. Oq salafonni o'chib ketadi-da. Qora salafon yo'qmi? Qora salafon. Mana, bu ham qop-qora aka mana. Qaranglar. Mana endi mana bu bilan solishtiramiz hozir. Qum qo'shilgan. Dedi-ku. Hech xalta qolgan? Tuproq. Ha?
Yo, necha xalta bo'lgan bu yoq? 60 nechta xalta bo'lgan. Farqi bormi mana? Ukajon mana bir qo'y qavchingni shuni tashlab yubordi mana ustiga o'zgina. Uni tashlamayli, ustiga tashlab ber uni. Mana qavchingni o'zgina olib, o'zgina yarmiga. Yarmiga tasha. Qani? Bironta farq bormi mana? Akalar nam bergandan keyin o'z holatiga qaytadi. Bu yana bir ochib suv bering unga. Shunaqa akalar mana. Diagnoz. Bunda taylagan payti bunda menda bu tushmas kerak edi. Bu qanday bu tushmaydi unda, bu tushmas kerak ekan. Tu'bag'im. Yaxshi ketadi. Shuna bo'lish kerak ekanda. Xudo xolasa bugun 10-aprel. Avitdan keyin 5:30-6 bo'lyapti, xudo xolasa. Yukni ortib soat 1da, kechasi 1da, hozir yukni ortib uyda oldiga borib qo'yaman mashinada. Kechasi 1da yo'lga chiqib ketaman, chunki soat 9da yetkazib borishim kerak. Endi sekin-sekin soat 1da tursam ham yo'q bo'ladi, 2 bo'lib turib mashin bilan asta-asta 4 tonna yuk bilan borguncha ham vaqt o'tadi, xudo xolasa. 3 tonna 700 ot ortiladi, 3 tonna 670 kiloda o'zi, dogovor bo'yicha. Var og'irroq olib boriladi, ko'ngil xotirjam bo'lish uchun. Mana oddiy, yana qo'l bilan qilinadi mana bu. Elashda eng oson usuli. Sizlar tushmayapsizlar, xotirjam bo'linglar, qo'ldan tushyapti. Qanaqa? Qo'shini o'qiydi. Usulni o'qiydi. Ismat chiqqan? Yaxshi ko'targan. Mana isfand mana o'tirgan. Mana bu. Mana isfand qaranglar, ham yaxshi bo'lganini ham ko'rdik. Qaranglar, odam aytdi-ku, yashayversan ko'p narsa ko'rasan dedi-ku. O'lmasang yashayverar ekan odam deganda. Mana isfand ekan mana shu. Qurtdilarmi buni aka? Enonga berganmizga. Mana isfand. Qayda isiriq deydi. Malades. Shunday gaplar akalar. Hech qachon mana nima deydi? Yaxshi narsa haqiqat hech qachon egilmaydi. Xudo xolasa yuzimizga o'rib bo'lib inshaalloh prokuraturaga bergan taqdirda ham yutib chiqamiz shularni nasib qilsa inshaalloh. Rahmat sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Sog' bo'lamiz.